Assalomu alaykum hammaga. Bugun One Topstar kitobini birinchi pardoz cheki mashqlarni qilib chiqish kerak. Pardoz cheki takrorlash. Bir shartimiz alif bani to'ldirish. 2ni qilib qo'ydim. 3, 4ni qilingizlar. Hozirgi vazifa 3-4. Qabulingizcha kutib turaman. Bo'ldi deb umid qilaman. 3-mashq o'tsak, mana 3-mashq. Hozir. Mana hammasi o'rnayapti deb umid qilaman. Undan keyin 4-mashq. Mana 4-mashqni ham tekshirib olingizlar. 5-mashqni o'zim qildim. Eshitish kerak. 6-mashqni ham eshitish kerak. Buni qayerdan eshitamiz desangiz, One Topstar audio deb qidirsa chiqadi Telegramdan. Mana uyda vazifaga o'tamiz. Uyda vazifa 6-mashq 6, 7, 8 edi. Mana tekshirib olingizlar. Kutib turaman. Tekshirib bo'ldilaringiz deb umid qilaman. Buni qabul degandan keyin bu mashqlarni ham qabul qildik. Endi shu bilan darsimiz tugadi.